Seminar, trening va darslarni sifatini oshirishda ta'lim berish shaklidan guruhli shakl juda katta natija berishini bilarmidingiz? Lekin afsuski, guruhli shakl ikkiga bo'linishini juda ko'p ekspertlar, o'qituvchilar bilishmaydi. Keling, hozir shu haqida axborot beraman. Ta'lim berish shaklidagi guruh bilan ishlash shakli ikkiga bo'linadi. Bu kichik guruh va katta guruh. Kichik guruhga biz 3 kishidan 5 kishigacha iborat bo'lgan guruhchalarni tashkil qilganimiz bu kichik guruh deyiladi. Katta guruhda esa biz 6 kishidan 9 kishigacha bo'lgan o'quvchilarni, tinglovchilarni jamlaymiz va bir nechta guruhlarni tashkil qilamiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 9 kishidan oshib ketadigan guruhlarga topshiriq berganingizda natija tushib ketadi va undan ko'p o'quvchilarni guruhga bo'ladigan bo'lsangiz, bu jamoaviy ishga aylanib ketishi mumkin. Shakllarni bir qancha turlari bor, lekin sizlar bilan hozir guruh shaklini ko'rib chiqdik. Qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling, qolgan shakllarni ham bilib olishingiz mumkin.